Hop, zo'r. Jokic. Yana burchak zarbasi. Burchak zarbalari bilan tirikchilik o'tkazyapti Neftchi. 1-0 yutayotgan jamoa so'nggi daqiqalarni qanday o'tkazish kerakligini ko'rsatib beryapti Neftchi. Umuman bosimsiz. O'tgan yil ham shunaqa qilgan o'zi, lekin hozir yorqinroq, hujumkorroq. Muxlislar allaqachon bayramni boshlab yuborishdi. To'g'ri qilyapti, shu yerda cho'zib oldinga tepib yuborish, lekin u yerda sariqlar ko'proq. Out. Shu joyda pressing qiladi farg'onaliklar. Hakamga tushdagingni chal deyishyapti. Qo'shib berilgan birinchi daqiqada to'xtalish bo'lganda, shuni kompensatsiya qilyapti. To'xtasenov ikkinchi qavatda bermadi Farg'ona bugun. Ofsayd yo'q Marushishda, lekin hech kim to'pni unga yetkazmadi hozir. Mana Zoran Yovich bor. Uzatma amalga oshirilyapti. Ya, Yovich tushirib qo'ymaysanmi? Vladimir to'g'riladi. Yo'q. His qilmadi sherigini. Alijonov oxirgi hujum va hushtak chalindi. Neftchi Super Kubok sohibi. Farg'onaliklar buni uddalashdi. Yaqinda mamlakat chempionligi va navbatdagisi yangi murabbiy bilan Super Kubok egasi bo'lish. Ajoyib natija, haqli natija va biz Farg'ona ahlini, xususan mana shu stadionga masofa bosib kelgan muxlislarni chin dildan qutlaymiz. Neftchi o'z hisobiga navbatdagi sovrinni Super Kubokni qo'shib qo'ymoqda. To'kis bo'ldi bu borada Neftchining natijalari va jamoa har tomonlama bugungi uchrashuvda zo'r edi. Ayniqsa muxlislar tomonlama. Bobur Arenani deyarli to'ldirgan farg'onalik ishqibozlar bayram qilishyapti. Xuddi Qatardagi jahon chempionatida Fransiyadan bori yo'g'i 8 million, Argentinadan 62 million muxlis kelib Argentina jahon chempioni bo'lib ketgani kabi, hozir farg'onalik muxlislar Neftchining chempionligiga ham o'zlarining albatta katta ta'sirlarini ko'rsatishdi. Muxlislar oqimi ostida o'ynadi Neftchi. Lekin og'ir o'yin bo'ldi. Super Kubok hamisha og'ir bo'ladi. Bitta gol farqi bilan yoki penaltilar seriyasiga boradi. Bunga o'rgangan edik. Chunki baribir kubokni qo'lga kiritgan jamoa ham kuchli bo'ladi, bittalik o'yinni yaxshi o'tkazadi. Mamlakat chempioni esa yaxshi formada bo'ladi. Islomik Ismoilov ilk katta sinovni yutib olyapti. Paxtakorga qarshi bahs bu murakkab va Super Kubok o'yini ekanligini qo'shimcha qilamiz. Ismoilov yosh murabbiy ekanligi biroz xavotirga solgandi farg'onalik muxlislarni, lekin u ko'rsatyaptiki, yorqin o'yin, juda tartibli himoya bilan mana shunaqa bahslarni yutib ola olishini. Ishtiyoq ustun keldi. Chunki o'zi maydondagi har bir qarich uchun kurashlarda farg'onaliklarning ishtiyog'i sezilib turdi. Motivatsiya kuchliroq edi. Boyagi faktlar rol o'ynaydi-da, hech qachon olmaganligi va yaqinda katta bayram taqdim etishgani Farg'ona ahliga va tarkibam baribir bir-birini yaxshi tushunib o'ynaganligi mana bu Super Kubokda ham o'z aksini ko'rsatdi. Paxtakor ham yomon o'ynamadi. Harakat qildi, lekin vaziyatlardan foydalanmadi. Agar foydalangan taqdirda ham menimcha Neftchi qo'sha olardi. Shunaqa bir ozgina boya yo'lbarsga o'xshatdi-ku. Ozgina zapasi bilan o'ynadi. Ya'ni o'sha zapasni ishga solardi, bor edi. Paxtakor esa borini ko'rsatdi. Neftchida yana ozgina qo'shimchasi ham, plusi ham bor edi, bonus. Paxtakor ham menimcha she'rlarga mos o'ynadi. Oxirigacha kurashib mag'lub bo'ldi. Bekorga Hojiakbar Alijonov yana Andijonmi demagan ekan. Sabab bor ekan bu yerda. 2 marotaba bu stadionda g'oliblikni qo'lga kiritish oson emas ekan. Hatto Buxoro ham yaxshi qarshilik ko'rsatganda bitta o'yin baribir bitta jamoani yaxshi o'yiniga to'g'ri kelib qolsa, bu katta o'yinga aylanib ketadi. O'zi Xayrul aka taqdirni qarang. Andijon jamoasi ilk kubogini Istiqlolda qo'lga kiritganda, Neftchi esa ilk Super kubogini Andijon maydonida Bobur Arenada qo'lga kiritgan. Bu tomondan ham hisob teng bo'ldi. Qarzlar to'lanyapti. Endi bu yerda o'zi ishtirok etishi kerak bo'lgan jamoa Navbahor bo'lishi kerak edi. Ya'ni u yerda ham, bu yerda ham hamma joyda bor edi. Bu yil albatta
Navbahor, Neftchi, Paxtakor, Nasaf, endi Andijon'ni ko'ramiz. Raqobatchilik ostida o'tadigan chempionat. Ismoilov. Yengilamda bemalol otishadi. Islom Ismoilov. Qoyil. Neftchi bu mavsumda Osiyo Chempionlar Ligasi elit turnirida ishtirok etadi. Chempionlik uchun da'vogar. Kubokda ham albatta va Super Kubok bilan mavsumning boshlanishi juda muvaffaqiyatli bo'lyapti bu jamoaga. Shaxsan menga Neftchining g'alabasi albatta yoqimli, chunki Farg'onaga futbol qaytgani bilan bir boshqacha his-tuyg'u bersa, ko'proq murabbiy uchun xursandman. Ha. Murabbiy isbotlayapti. Ha, Turon bilan faoliyat olib borgan klub miqyosida, lekin bu juda katta jamoa. Chempion jamoaga yosh murabbiyning kelishi juda katta risk. Ha. Har kim ham yosh murabbiyga bunaqa chempion jamoani ishonib topshiradi. Va hech qanaqa bir konflikt bilan yoki bir tushunmovchilik bilan ketmadi murabbiy. Va baribir futboldiruvlar bo'ldi. Yaxshi futbolchilar ham jalb etishdi, ketgan futbolchilar ham bor. Eng asosiysi menimcha o'sha rahbariyat bilan suhbatda Islom Ismoilov jamoa bu tarkibi bilan xuddi Flikda bo'lgan, Flik raporti bilan gaplashib turgan va boshqacha o'ynay olishini isbotlay olgan, kelib isbot. Shunaqaga o'xshashroq holat kuzatildi. Ismoilov tushuntira olgan. Keyin Ismoilovning atrofiga chet ellik mutaxassislarni, ya'ni bir-birini o'rgatadigan murabbiylarni qo'shib qo'yilishi ham hammani o'sishiga sabab bo'ldi. Ha, o'zi menimcha butun dunyoda faqatgina bosh murabbiy emas, uning tarkibi zo'r bo'lishi ham muhim. Neftchida mana shu tarkib juda ajoyib tashkil topgan. O'zi Xavi bilan ham misol keltirildi. Xavi ham chempion qilgan, lekin o'yin o'shanda himoyaviy 1-0 hisob bilan chempion bo'lgani ko'proq muxlislarga yoqmaganda, Neftchida ham aslida shunaqa. Tarkib zo'r, natija bor, lekin yorqin o'yin ham qo'shish kerak edi. Bu tarkibga mana hozir 4 ta uchrashuv taassuroti juda yorqin. Ketma-ket 3-0 hisobdagi g'alabalar va Super Kubokda ham to'p o'tkazmasdan hujumkor o'ynab g'alabani tantana qilyapti. Botir Ergashev endi soatini hisoblash kerak. Qanchadir soatdan beri gol o'tkazmayapti. Bardavom bo'lsin, ajoyib jamoa, chempionlar. Mana shu ajoyib tasvir bilan hozir muxlislarga o'tiladi. Islom Ismoilov Farg'onadan kelgan ashaddiy muxlislarni bir ziyorat qilib chiqyapti. Hammani oldiga boradi, aylanishadi, manzara zo'r. Bu paytda esa tashkilotchilar sahnani yasab olishadi. Ha, bemalol aylansa bo'ladi, chunki bir darvoza ortidan boshqa hamma joyda farg'onalik muxlislar. Shunaqa. 16 ming nafardan ko'proq ishqiboz bugungi o'yinga kelgan. Mana muxlislar qarang. Va jang qilgani menga yoqdi ko'proq. Haligi finalda qiyindi, baribir oddiy o'yin bo'lmaydi. Chempionatda-ku ochkolar to'planib borib oxirgi final o'yinini yorqin o'tkazib berish mumkin. Yorqin o'ynagan o'shanda 4-1 hisob qaytarilgan. Lekin mana bu bitta o'yinda kubok masalasi hal bo'ladigan bahsda raqib Paxtakor bo'lganda jamoat jang qilmasdan chempion bo'la olmasdi, Super Kubok sohibi bo'la olmasdi va boshida she'rda aytilganidek bu o'yin bilan jang. Jang g'olibi Islombek Ismoilov. Haligi qirol she'rda ko'tariladi-yu. Yangi bolakay. Nigoh ham endi bolalarcha nigoh. Ajoyib murabbiy. Futbolchilar uchun xursandmiz, muxlislar uchun xursandmiz, ikki karra murabbiy uchun xursandmiz. Mana stadionga tushishga muvaffaq bo'lgani bilan rasmga tushaverishadi. Endi bu yog'i omadga bog'liq. Tusha olgani Instagram sahifasiga zo'r rasm qo'yadi. Belgilab. Bizning oldimizdan olomon bo'lyapti o'zi. Bu yerlarni ko'rsatishmayapti. Nigoh. Zoran Maroshich Super Kubokni yutgan jamoadan kelib, yana Super Kubokni yutyapti. Maroshichni qayerga borishini kuzatib yurishimiz kerak. Va bu Super Kubok
milliy chempionatda ham Neftchiga ilhom beradi yana. Keyingi o'yinlarda yana olov bo'lib o'ynashga chaqiradi futbolchilar. Va 9 ochko jamg'argan ikkita jamoa bor. Neftchi hamda Nasaf. Durang bo'ldi Nasafda so'nggi turda. Ha, so'nggi turda Durang. Faqat Neftchi ekan dedi. Faqat Neftchi. Keyingi tur Toshkentga boradi Lokomotivga qarshi o'yin uchun. Neftchi jamoasi. Ha, endi Lokomotiv bilan o'yinda mana shu o'yinning harorati bilan Iskandarovning libosida yozilgan bugungi uchrashuvning hisobi zo'r bo'ladi. Shunda nishonlab yurishgan paytida borku, hamma bir bilan ko'yib gaplashayotgandek bo'ladi, o'zi aslida umuman gaplashmayotgan bo'ladi. Hamma o'zini olamida nishonlab yurgan bo'ladi. Kubok topshiriladigan sahna tayyorlangan.